Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir cholning 2 o'g'li bo'lib, ulardan biri sabrli va mehnatkash, ikkinchisi esa yalqov va ishyoqmas ekan. Katta o'g'il tinmay mehnat qilgani uchun ham sog'lom va baquvvat bo'lsa, dangasi o'g'il xoppa semiz va dardmand ekan. Kunlardan bir kuni qarib qolgan ota merosini taqsimlashga kelganda, o'zi qurgan imoratni qaysi o'g'ilga qoldirishni bilmay boshi qotibdi. Shunda ularni sinovdan o'tkazmoqchi bo'libdi. Shartim shunday: kimda kim o'ziga bo'lib berilgan yerdan mo'l hosil olsa, hovli joy o'shanga qoladi debdi va o'zicha chamalab, baribir katta o'g'il g'olib bo'lsa kerak, chunki uning suyagi mehnatda qotgan deya o'ylabdi. Ammo kichik o'g'il ham bo'sh kelmabdi. O'ziga ajratilgan yerdan mo'l hosil yig'ish uchun ishchilar yo'llabdi. Yig'im-terim paytida bir necha kishining uygan xirmoni balandroq kelibdi. Katta o'g'il bundan xafa bo'lmabdi, chunki u xuddi otasi qurgan imoratdek uy sola olishiga ko'zi yetar ekanda. Ammo natija hammani hayron qoldiribdi. Kichik o'g'il mehnat qilmay rohat ko'rish mumkin emasligini tushunib yetibdi, chunki u kam harakatligidan tobora semirib, xuddi koptokday bo'lib qolibdi. Bundan o'ziga tegishli xulosa chiqarib, otasiga ekin-tekin ishlarida, novvos boqishda, o'tin terishda yaqindan ko'maklashibdi. Mehnat uning yuzlariga nur, taniga tetiklik bag'ishlabdi. Shunda kichkina o'g'il haqiqiy boylik bu salomatlik ekanini anglab, sog'ligini va baxtini mehnatdan topibdi.